Hafta davomida sodir bo'lgan eng muhim voqealar. Toshkent va nihoyat toza havo uchun kurashishni boshladi. Prezident qarorida aytilishicha, 2026-yil 1-martdan boshlab havo va atrof muhitga yuqori yoki o'rta ta'sir ko'rsatadigan sanoat korxonalari fon monitoring stansiyalarini o'rnatishi va milliy markazga ulashi majburiy bo'ladi. Ularni o'rnatmagan korxonalarga kompensatsiya to'lovlari 5 baravar oshiriladi. Havoni ifloslanishini kamaytirish uchun suv sepish va favvoralar ishga tushirildi. Aytilishicha, bu chang zarralarini kamaytiradi, avtomobillar harakati paytida ko'tariladigan changni pasaytiradi va mikroiqlimni sovutadi. Bu hukumatning aybi emas. Alisher Qodirov havo ifloslanishini hukumat bilan bog'lamaslikka chaqirdi. Milliy tiklanish partiyasi rahbari Toshkentda havo sifati yomonlashishi davlat aybi bilan bog'liq degan iddaolarga dunyoda bironta hukumat tabiatga buyruq bera olmagan, bera olmaydi ham deya javob qaytardi va asossiz ayblovlarga ishonmaslikka chaqirdi. Rossiyalik aktyor Sergey Bezrukov yaqinda berilgan intervyusida u Toshkentga qilgan safarini eslagan. Suhbat davomida Bezrukov o'zbekistonlikning rus tilini bilmasligini va aksent bilan aytgan gapini taqlid qilib ko'rsatdi. Uning bu imitatsiyasi jurnalist Sherzodxon Qudratxo'ja tarafidan masxara sifatida qabul qilinib, milliy madaniyat hamda tilga nisbatan hurmatsizlik deb baholanmoqda. Shuningdek, qolgan faollar ham bunga qo'shimcha qilib o'z munosabatini bildirgan. Toshkentda dam olish kunlari avtoturargohlar narxi oshdi. 3 soatgacha turish 25 ming so'm, 4 soatgacha 35 ming so'm, 4 soatdan ortiq 50 ming so'm. Yuk mashinalari uchun alohida tariflar 20 daqiqadan 7 ming so'mdan boshlanadi. 4 soatdan ko'proq bo'lsa 18 ming so'mgacha to'lanadi. Endilikda bozorlarda 1 soatlik suratga olish uchun 5 million so'm to'lash talab etiladi. Bu faqat yirik blogerlar, studiyalar va reklama qiladigan kompaniyalarga taalluqli. Oddiy odamlar, turistlar, talabalar va jurnalistlar uchun bepul. Hokimiyat yig'ilgan dollarlarni bozor infratuzilmasini yaxshilashga sarflashni bildirgan. Ammo deputat Rasul Kusherbayev fikricha, hozircha bu qadam faqat daromad olishga qaratilgan. Tarmoqda kelinning ishonchiga kirib, uning uyini 240 ming dollarga bloger Real Sanjikka sotib, pullarni olib qochgan kuyovga sud hukmi o'qildi. Kuyov 9 yilga qamaldi va jabrlanuvchilarga 4,8 milliard so'm jarima to'lashi belgilandi. Advokatlar sudda uyni yolg'iz sotmaganini va bloger Real Sanjik harakatiga ham e'tibor berishi kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, sud boshqa shaxslarga nisbatan jinoyat ishi ochilishi mumkinligini bildirdi.